tahorat qilib olgandan keyin ashhadu an la ilaha illalloh vahdahu la sharika lah va ashhadu anna muhammadan abduhu va rasuluh deydi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom o'zlarining muborak hadislarida aytadilarki, kim yaxshilab tahorat qilib bo'lgandan keyin mana shu duoni o'qisa, shahodat kalimalarini aytsa, unga birdaniga jannatni 8 eshigini hammasi ochiladi, xohlaganidan kiradi deydi. Oson narsa. Ashhadu an la ilaha illalloh vahdahu la sharika lah va ashhadu anna muhammadan abduhu va rasuluh. Tamom. Qarabsizki, 8 eshiklik jannatni hamma 8 eshigi ochiq, xohlaganingdan kir. Bu degani nima degani? Bu degani demak shu ishni qilgan odam o'sha narsaga haqdor bo'ladi.